Shipperni boshlab aytdik desa, shipper to'ldirib qo'yapsizlar. Gruppalarda mana 35 ming tushirib qo'ydim deb palonchi aytayapti. Menga telefon qilib yana bittasi palonchiga pul berib qo'ydim, jumaga duo qiling deyapsizlar. Lol qoladiganda aytinglar. Aytinglar, biz ham so'ynaylik. Nazar toping. To'g'ri, men siz o'g'lingizman deyman. Lekin baribir siz imom qilib saylagansizda, men sevinsam Alloh taoloning huzurida nazar topasiz. Ayting. Riyokorlikka qo'shilmaydi. Aytish kerak. O'rnak bo'laman. Men mayda gapiraman-da. Gapirish kerak. Nimaga? Kimdir o'rnak topadi. Boya menga bir do'stim telefon qilib, "Domlajon, meni dadamni o'qimay qolgan namozlari bo'lsa kerak. Masjidni shippirini yopilganiga o'sha kafforat, fidya qatori qilib bersam maylimi?" deydi. O'zi alohida nimaga ham pul berdi? Xotinni shipirga alohida pul berdi. Lekin fidyasiga deb yana bermoqchi bo'lsa, men yo'q, fidya, zakot, sadaqa, fitr imoratga ishlatilmaydi. Yo kambag'alda haqqi yo talabalarda haqqi dedi. Deb bitib ichimda shunaqa quvonch o'tdi. Dadasini doim eslaydiganlar ko'payib ketyapti, bilasizlarmi? Onasini, otasini baraka toping. O'rning o'sing. Rasululloh duo qildi, men nima duo qilmayman. Berganingizga ham, olib qo'yganingizga ham baraka bersin. Boyib keting. Iloho bizning yurtlarda ham shu sondig'ini nechta sondiq tillosi borligini bilmaydigan bo'lib keting, iloho. Nima qilamiz? Otam desa, men sevmay kim sevinsin, to'g'rimi? Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz aytadilar sallallohu alayhi vasallam. Alloh subhanahu va taolo yerni yaratganda yer harakat, hech harakatliqnaqa mo'tadil joyga tushmasdan harakatlanib turib qoldi deydi. Shunda yerga qoziq bo'lsin deb avdat deydi. Qoziq bo'lsin deb tog'larni yaratdi. Yer o'z o'rnida fastaqarrat turib qoldi deydi. Shunda ta'ajjabal malaika, farishtalar ajabda qolib, ya Rob, hal min xalqika shay'un ashadda min al-jibal. Tog'lardan ham mustahkam yaratgan mavjudoting bormi deyishdi. Na'am, al-hadid, tog'ni cho'qib qiyomatga yaqin tog'larni yo'q qilib temir chiqadi deydi. Kazo tog'lar yo'qib ketyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana sizlarda ko'rib turgan katta tog'laring bormi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu yo'qib ketganda qiyomat bo'ladi dedi. Tog'am yo'qib ketadimi dedi. Bir kuni bitta umra boshchi telefon nima qilib olib, video nima qilib, mana Rasululloh aytgan tog' yo'q bo'lib o'tibdi dedi. O'rniga imorat qo'yishibdi. Qiyomat bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gapi bo'yicha Mashtoq yo'q Jabal Qubays deydi. Yo'q bo'lsa qiyomat bo'ladi degan. Qiyomat bo'ldi. Qo'ling. Qiyomatga yaqin boylarning qo'li ochiq bo'lib ketadi degan. Bugun boylar qo'li ochilib ketdi. Bilmayman, ochilib qo'lidan oqib ketyapti, hayronman. Qiyomat bo'ldi. Qiyomatga yaqin fitna ko'payib, olg'ov-dalg'ovlar bo'lib ketadi degan. Bugun fitna ko'p, gap so'z ko'p. Nima deb gapirgani ham qo'rqasiz, odamlar gap qo'yadi. Qiyomat bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men qiyomatga yaqin ummatimni sog'indim. Men do'stlarimni sog'indim. Sahobalar ya Rasululloh, nahot sizga do'st bo'lolmadikmi desa, siz bizga ashobsiz, sahobamsiz. Meni qiyomatda o'sha fitna davrida sabr bilan, matonat bilan iymonini boy bermagan do'stlarimni sog'indim dedi. Bugun matonat qilish qiyin bo'ldi, qiyomat bo'ldi birodarlar. Bir-birimizni ehtiyot qilaylik, oz qoldik. Kim oz qoldi? Fitnaga qo'shilmagan, sabrda turib, uni buni gap qo'ymaganlar oz qoldi. Ajoyibda bir kambag'alga pul to'playlik desak, gap qiladigan ko'pda, o'zini mashinasi bo'lsa, paloni bo'lsa, qiyomat bo'ldi. Ehson qilish ham qiyin bo'ldi. Qiyomat bo'ldi. Mayli, lekin sabrlilarmiz, gapirmayapmizmi? Rahmat. Ilohim, men ham siz qatori bo'layin. Gapirib qo'ymang. Qiyomat bo'ldi. Siz 1 so'm, 10 so'm ehson qilayotganingizda biling, dunyoda undan kuchli, undan baquvvat narsa yo'q. Haloldan topib, peshana teri, haromdan topgan oson. Qumar o'ynaganda, birovning pulini tortib olganda ehson qilaveradi. Ba'zi bir odamlar menda deb qarar ekanda. Nima deydi? Ancha-muncha harom pul bo'lsa ehson qilib yubordim. Bola chaqamga yig'izmay dedim der ekanda. Uka, jon uka, siz uni ehson qilmang. Egasiga olib bering. Do'zaxizga diplom sotib olasiz. Hech qachon ehson qilib yormang. Uni o'rniga o'shunga aroq ichib qoring. Aroq ichishga buyurish harom amal.
Lekin uni ehson deganda kofir bo'ladi. Aroq ichganda harom qilyapman deydi-da. Siz harom pulni ehson qilib halollayolmaysiz. Faqat do'zax yo'lida nima bo'ladi? Jon uka uni egasiga olib bering, ehson qilmang. Sizning ehsoningizga bo'lib ham bugun hech kim solmas. Qo'ying. Tortib olmang. Yeb qo'ymang. Kechiktirmang. Birodan qarz oldingizmi kechiktirmang. Vaqtida bering. Shuning uchun ham halol ehson qilingan narsaning og'irligi juda og'ir. Endi bunday bo'lishdi shartlari bunchalik darajada ulug' bo'lishi sharti birinchisi debdi, ilojini boricha maxfiy qilgani yaxshi. Masalan, mayt aytamiz, kimga bergan maytingiz? Maytda ehsonga bir-birimizga ulgu bo'lish uchun aytamiz. Ba'zi bir hozirgilar ehson qilsa, ehson qilayotgan odamning uyini yoki betini tortib qo'yapti. Bu diniy mulohaza emas, musulmonniki emas. Mayli Rossiyada bitta o'ris odam qilsa mayli. Mayli Rossiyada katta bo'lib qolgan bitta bolamiz din bilmay qoldi qilsa mayli. Lekin bizda musulmonlar yurtida yo'q. Men mutlaqo qarshiman. Shaxsan men qilingan ehsonni kimga berilganini video tortib, muhtoj bo'lib u odam mayli otini aytsangiz ham mayli devorsa, otini atab yorishlikka men qarshiman. Chunki maqbul bo'lmasligining bitta sababi shu. Birinchisi intuquha va tu'tuha al-fuqara, kambag'alga berayotganingizda yashirsangiz degan qo'shimcha joyi bor. Intudus sadaqat fa ni'mahi, qilayotgan ehsoningizni hammaga aytsangiz go'zal. Lekin va intuquha va tu'tuha al-fuqara va lil jam'i deydi. Kambag'alga berayotgan paytingizda maxfiy qilsangiz, fa huwa khayrul lakum, eng go'zali shu degan. Maytda men ehson qiluvdim, duo qiling domla deng, men duo qilaman. Kimga qilganingizni aytmang. Gruppalarga men qancha ehson qildim deng. Masjidga bo'lsa aytavering, shifriga deng, hojatxonasiga deng. Lekin men palonchi kambag'alga ehson qildim, duo qiling deb otini aytmang. Chunki kambag'alga berilayotganda aytmang degan buyruq bor. Ko'pchilik shuni ajratilmaydi. Masalan, domla bir safar ayting deysiz, bir safar aytmang deysiz, necha har xil gapirasiz, do'rasizda. Menda eshitib turing, tushunasiz. Ehson qildim deb ayting. Odamlar o'rni olsin. Kimga berganingizni aytmang. Ajoyib emas qabul bo'lib qolsa. Sirni biling-da. Bir oyat kalimani ketma-ket aytyapman. Intudus sadaqati fa ni'mahi. Agar qilgan ehsoningizni hamma yerga borsangiz o'ta go'zal bo'ladi. Va intuquha va tu'tuha al-fuqara, kambag'al qo'lga olib berayotgan paytida kambag'al ham bilmay qo'ysa, fa huwa khayrul lakum, eng go'zali shu bo'ladi. Insof bo'lsin-da, kambag'al hatto olgan pulni kimdan olganini ham bilmay qolsin. Lekin siz o'sha qilgan ehsoningizni hammaga bildiring. Kimgaligini aytmang. Masjid bo'lsa, yo'l bo'lsa, ko'prik bo'lsa, hali odamni sadaqa joriy deyiladi. Insoniyatni tayini joyi yo'qlar bo'lsa, uni albatta joyini aytib qiling. Ba'zi bir odamlar, masalan, Yakutda, Noqatda gruppalar ochib olib ehson qilmoqchi bo'lganlar bo'ladi-yu. O'shalar to'playotganda pulni albatta aytsin. Nimaga? Birinchidan targ'ibot beruvchi ko'payadi. Ikkinchidan o'zini tuhmat nomidan qutqaradi. Uchinchidan buni savobi ham ulug'. Chunki berayotgan joyini aytmaydi. Berayotgan joyini hisobotini siz so'ramang. Bu falonchijon senga mancha oyga pul chiqarib biz qaytga qo'yding demang. U aytishga to'g'ri kelib qolmasin. Falonchi hoji kambag'al bo'lib qolgan ekan, unga beribman desa, u falonida devorasiz, keyin nima bo'ladi? Ikkinchi shart nima? Qabul bo'lishlik ikkinchi shart. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni val adha. Nima uchun kambag'alga berayotganda yashirish kerak? Davomi mana. Ey iymonlilar, qilgan ehsoningizni minnat qilib, ozor berib yo'q qilmaylar-da. Kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Riyokor holatda ehson qilgandiki qabul bo'lmaganda, sizniki ham qabul emas. Gapirib qo'yapsiz-ku. Darrov domlaga telefon qilasizdan, falonchiga pul to'platyapsiz ekan, o'zingiz qoninglar to'qu, endi siz ko'karasizmi? Bergan bo'lsangiz 100 ming bergandirsiz, 200 ming bergandirsiz. Bermang o'sha pulingizni. Gapirib qalsiz ekan, minnat qilar ekansiz. G'iybat qiling, men Allohning oyatini yetkazishdan mas'ulman men. Tanlash vaqti keldi. Yo siz tanlamang, Alloh tanlayman. Kimdan kechay? Allohdan kechaymi, sizdan kechaymi? G'iybat qiling, otimni ayting. Maqsadimga kelmay qo'ying, menga qiziqing. Tushundingizmi? Menga umuman qiziqing. Kelmang men maqsadim. Ammo eshitib qo'ying, sizni qilgan ehsoningiz qabul emas, bunda qilib surishtiradigan bo'lsangiz. Eshitib qo'ying. Men Allohning so'zini yetkazmasam qiyomatim kuydi. Osvoring meni, ko'mvoring, men roziman.
ammo Alloh taoloning hukmi bor. Aralashmaydi. Qachongacha tanlash huquqida qolib ketamiz? Meni sinamang, men Alloh tanlab turib olaman. Hammani dushman qilib ko'rasiz. Men Allohni tanlayman, boshqa yo'lim yo'q. Meni shuning uchun shu yerga qo'ygansiz. Tanlash huquqi qolmay qolmasin-da birodar. Qiynavorsiz-ku. To'g'rimi? Minnat qilmang. Kakkillamang men dahshatganda. Pulingizni qo'shmay qo'ying, chekada turing. Siz o'yinga yaramas ekansiz. Ha futbolda ham yutkizib qo'ygan chiqaramiz-ku. Bo'ldi, chiqing. Match bitmay qolsin, yo'limiz to'xtab qolsin, kambag'al uy to'xtasin, siz aralashmang iltimos. Nimaga sizda minnatchi fe'l bor-da? Aka, o'z o'g'nasangiz o'g'nang, bo'lmasa chiqing o'rtadan. Sizdan boshqasini Alloh yaratib beradi. Ungacha biz turib turamiz. Uchinchisi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qilganingizni yaxshiroqdan qiling. Ba'zi bir odamlar bor, tweetlashib ketsa, yomonlashib ketsa, ehson qiladi, ehson deb o'ylaydi. Uni jo'ppa-jo'n ehson deganingizni yangi sotib olib bering. Mana bir odamimiz hujraga to'lda kiyim to'kib qo'ydi. Sig'mayapti hech qayerga. Yakutdan jo'natib olibdi-mi? Bittasini yo'lkira qilib ham jo'natib oldi deb bir odamimiz iltimos uni ham haqiga duo qilib qo'ying dedi. Bo'lar ekanmi? Ehson qilsa hali korobkasidan ochilmaganini bir hujra to'lda berib yubordi. Ikkita yurtga tarqatib yuboring debdi. Men tarqatadi odamlar. Mana qilish kerak. Kelganini ham bersa bo'ladi, lekin uni yaxshisi emasda. Yaxshisi nima? Yangi sotib olib bering ilojingiz. To'rtinchisi, antu'tiya biwajhin tariqil mustabshirin. Beradigan bo'lsangiz ham ochiq yuz bilan yalinib, mana pulimni olib qo'ying, haqqingga duo qilib qo'ying. Nima ko'nglingiz og'ir botib qolmasin deb shunaqa yalinib bering. Alloh taolo chunki shunlarni maqtayotganda aytganki, allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu. Alloh yo'lida berganlar orqasidan mannan va la'ada minnat va ozor bermaganlar, lahum ajruhum 'inda robbihim, ularda ajr faqat Xudoning huzurida hech kim bilmaydi. Va la khawfun 'alayhim va la hum yahzanun, ular qo'rqinchda ham xafada ham qilmaydi. Yalinib, shirin gapirib bering. Ehson qilgan odamimizni doim ko'rganingizni erkalatib, "Hojiba, sizni qo'tiring" deb turing. Nima uchun? Go'yo siz o'ylang, jannatga kiradigan hujjatsiz shu odam. Bir umr ehtiyot qiling. Bitta odamga uy solib berdingizmi? Ay hoji aka, masalan, siz shaxsan bitta odamga o'z uy solib bergan bo'lsangiz, o'sha odamimiz sizni jannatingizni kaliti. Domlangizga hurmat qiling. Kambag'alni. Chunki qiyomatda o'sha odam, "Ya Rob, men bola chaqamni bilan qo'yganimda men jannatga kirmayman, mana yordam ber" deb turib oladi. Kirmayman. Bandan, men seni jannatiy qilish uchun kambag'al qildim. Meni ikkita zulm qilmayman. Dunyoda kambag'allik zulmini senga berdim. Oxiratda do'zax zulmini bermayman. Jon bandam, sen do'zaxga tushmaysan, kir jannatga desang, men jannatga kira olmayman. Sen sinov bergansan, roziman. Men seni Rob deb bilganman. Kambag'alligingga ham roziman. Ammo bugun men jannatingga ham rozi emasman. Mana hoji akam menga uy solib bergan. Bolalarimga kimga qilib berib turardi. Hatto bolalarim buni qo'llayotgan bilmadi deb turadigan sizni jannatingiz hujjatligini unutmang. Shu odam ehsonda o'shindan tepaga o'tirib olmang. Kelib qolsa o'rningizdan turing. Qoidalarni unutsak, bizning ehsonimiz ehsonmi birodarlar? Bormi qoida? Qoida bo'yicha yashash. 5-inchisi, anta taharra bi sadaqatika mahallan. Qilayotgan ehsoningizni o'rnini tanlashni toping. O'zingiz urug'ingiz bo'lsa bo'ldi, qilmang-da birodarlar. To'g'ri, avvalo urug'dan boshlash kerak. Avvalo urug'ingiz och turib siz boyib ketsangiz, qilgan ehsoningiz qabul emas. Buni unutmang. Urug'ingiz nima deydi? Sadaqa olishga, boshqa olishga muhtoj bo'lib tursiz, boyib ketmang. Siz ularni ham billa boyiting. Lekin baribir o'rnini tanlang. Ular boyitib turib, ehson qilayotgansiz, to'xtab, mana olim ekan. Mututiyal alimat muttaqiyal ladzi yasta'inu biha ala ta'atillah. Mana olim ekan degan gapni gapirganda, kitobni gapirmay qo'ysam, qiyomatda men ham kitobni yashirgan bo'laman, oxiratim kuyib ketadi. Men olim emasman. Olimni topib, taqvodorni topib, Alloh yo'lida toatiga dars beradi, dinda xizmat qiladi degan joyni topib berishni o'rganing degan qoida bor.